Değişik mağlaqlar bugün sizlarga şahsat naşlıqı dämdoq, Melike naşlıqlar dämdoq işe qılıp bir moncha naşlıqlarni ep keldim sizlarga. Şu bir ximirda neçe xil prənik pişiriş usulü. Navada mişna pişiriklarni davamlıq öyrənəysənlər, meniki ündüdar dərsxanama kirib olanlar, ayrımxanada söz qaldırsanlar boludu. Unda bolsa bu prənikimizniki pişiriş usulları bilan tanışıp çıxımız. Aldı bilan öy temperaturasi ergan seriq maydan 500 gram. Anadan keyin undan 1 kilo 40 gram un işlesanglar bo'ldi. Navada bo'shroq xamir bo'lib qolib qolsa, yana un qatsanglar bo'ldimi? Endi bu vaqt tuxumning cho'ng kichikligi, anaki qaytiqningga qo'yiq suyuqligi buning ichki ta'sir ko'rsatadi. Shunga unni o'zinglar bilib mo'ljallab solsanglar bo'ldi. Anadan keyin qaytiqdan 250 gram, tuxumdan 2 dona, keyin podafindan 8 gram, sodadan 5 gram solamiz. Mana mush materiallardan foydalanib xamirni yo'g'irib chiqamiz. Mana lag'man xamirdek yumshoq xamir bo'ldi bu. Anadan keyin buni orasiga olgan qiymisiga o'zinglar uyda bor bo'lgan shunday kishmish, yemishlar, meg'izlar degandeklarni aralashtirsanglar bo'ldimi? Anadan keyin xamirimizni tingandan keyin hamsha zo'li qilib olamiz. 100 gramdan zo'li qilib olsanglar bo'ladi. Zo'li qilib olgandan keyin yo'gash usulimiz shunday bo'ladi. Sizlarga qayta bir ko'rsatib qo'yay. Oldi bilan shar bir xamirni shunday yoyimiz. Nepiz alatbek nepiz yetmanglar bo'lmasa teshib chiqib qoladigan ishlar yetilib ketishlar bo'lib qoladimi? Normal yaysanglar bo'ldi 1 milli qilinliqda. Yeyib olgandan keyin shu kishmishlarni chechib meg'izlarni-chu asta yo'gaymiz. Hamsha bestirib yo'gab, buni jumlaq mishnalatga ekeplam, qilsanglar bo'ldi mana. Nayta chiroyli bo'lgan, donatga o'xshab ketgan Melike naşlıqı dämdoq. Mishna pishirib chiqsanglar bo'ldi. Ustiga tuxum siriq surdim men. Aslan mushalatda pishirib olgandan keyin, anakin meva qiyamlarga yoki erisaga melab turib, anakin yangi meg'izlarga besib, har xil besanglar bo'ladi-mi? Men mavu meg'iz yaproqsini chayishdim. Bu bunayt yeyishlik chiqdi. Shu bo'yicha pishirib chiqsanglar bo'ldi. Hamda buni shu 180 gradusda odatmish pechenye bilan pishirgan graduslarda pishirsanglar bo'ladi. 30 minutdan 35 minutgacha pishib chiqadi bu. Nayt ko'rkam chiroyliqa, arsimi bek yeyishlik chiqadi ekan. Ondan keyin ma'noda shikar yo'q xamirda. Ham qiymisim shundaq. Navbat tatli yeyishni yaxshi ko'rsanglar, qiymisiga azroq un shikar chechib etib yo'gsanglar, nayt ta'mlik chiqadi bu. Bu Melike naşlıqım pişib bo'ldi. Endi yana birsi keldik. Endi buni xamirimizni uzuncha qiyib olamiz. Yeb olgandan keyin men tishlarni qiyamini ishlatdim. Sizlar shu purchaq, qizil purchaq qiyami yasashni o'rgatdim. Shuni qilsanglar bo'ldimi? Bek yaxshi chiqadi. Ta'mlik ham. Shu holatda tugib olamiz. Ichki tarafini cho'qim yemlatimiz. Andan keyin shu holatda besib olgandan keyin hamda lislaga tizib chiroyli men tuxum sirig'i surdim. Sizlar mushqil holatda bilan pishirib olib, hamda do'konlarda uzoqroq saqlayman desanglar, tuxum sirig'i surmay mushqil holatda pishirilib bilan ustiga eris yoki bo'lmasa meva qiyamlar bilan yangi meg'iz chechib qilsanglar bo'ldi, yoki bo'lmasa un shikar chechib pishasanglar bo'ldimi? Buni bezash usullari bekchiq. Mushqil holatda ara qo'shiqda iz chiqarib oldim men. Nayt ko'rkam chiqdi ekan. Anikin yana bir ishkisiga yangi meg'iz chechib etdim. Shu ikki xil usulda bezab qo'ydim. Qolgan o'zinglarning yoqtirishiga asosan bezab pishasanglar bo'ldi. Buni o'xshashlam shu gradusda pishiramiz. Endi yana birisi keldik. Shahsat naşlıqıga. Men buningga shu chilan qiyam bilan meg'izlarni aralashtirdim. Sizlar shu pranik o'gindilar bo'lib qolsa, ya tortning o'ginlari bo'lib qolsa, do'konlarda yoki oilada shu chilan qiyamiga aralashtirib, malam qilib olgandan keyin mishg'alat qo'yib tugib, mishla pilt qilib bilan pishasanglar bo'ladi. Buni o'xshashlam yana 180 gradusda pishiramiz. Usti qizarib chiroyli bo'lgan qadar pishasanglar bo'ladi. Men ustiga mana chilan qiyaminingki suyini surdim. Anaki yangi meg'iz chechib etdim. Siz mayli qarqatdan bo'lsin, mayli bo'ljirgandan bo'lsin, o'zinglar yoqtiradigan meva qiyamlarda bezsanglar bo'ldimi? Mana nayt ko'rkam, nayt chiroyli bezlab chiqdi. Shunday darslarga doimiy ehtiyojinglar bo'lsa, meni qo'shilishni unutib qolmanglar. Inkas rayonida sizlarni saqlayman. Omon bo'linglar.抖音